Obba bu Husan qayerda ekani ertalabdan beri yo'q. Husan mana o sirkda o'ynayaptimi? Xo'sh kelibsizlar. Husan aka bu yerda nima qilyapsiz? Jizzaximizga birov sirk 27-apreldan 17-maygacha yo'lda bo'lar ekan. Kechki soat 19:00 da boshlanadi. Onda nevaralarni, bolalarni olib keladigan joy ekanda. Ha? Qizg'aldoqni bosib jarima to'lagandan. Kesin sirkka mana. Ketdik choyxonaga, klientlar qarab qoldi. Men choyxonada ishlamayman, sirkda ishlayman. Menga sirk yoqdi. O ketmaysizmi? Yo'q. Bo'ldi, men ham shu yerda ishlayman. Bo'l, birga ishlaymiz. Biz hamma ishni tashladik, sirkda ishni boshladik. O'ng qo'limda Husan polvon. Chap qo'limda ham Husan polvon. Mana. Husan qarochi meni qo'limda, o'ng qo'limda ham, chap qo'limda ham ikkita qo'l bo'sh turmash kerak-ku. Mana Husan polvon. Biz sizlarga hozir shogirdim bilan xavfli turuklar ko'rsatamiz. Yuragi bo'shlar, homiladorlar ko'rmasin. Tayyormisiz shogird? Yo'q. Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Men sizni qo'limga tushadi deb o'yladim. Voy belim, ustoz toshni oyog'im sindi. Bo'ldi. Aka, endi bu sirkka yaramaydi-ku. Nima qilamiz? Menga o'zi ish kerak edi. Bala bormi sirkda o'zi? Endi sirk tomosha qilamiz. Kenglar sirkka. Yes! Qilayotgan shunaqada. Mana qara o'g'lim, uni Javohir Sitarov santengi bo'la. Men bilan teng. O'sha bola shaxmat toshlari mundimda yurib pul ishlaydi pul. Sen ikkita tosh biriga urib turibsan. Santengi bo'la, santengi. Tur malaga qara. Sadir Jo'rammi? Shu Abdulla santengi shu o'g'li. Ko'ryapsan, bu otasiga mashina beribdi. Sen nima qilib qo'yding? Santengi bo'la, santengi. Dada, unga dadasi pul bergan. Menga ham pul bering, men ham olib beraman sizga. O'rgilim, sanaqa o'g'ildan. Ana o'rtasidagi eng zo'r somsaxonaga olib keldim men. Bosim boboga olib keldim. Shu bosimni ochgan odam bor-ku, kimning ismi Alisher. Shu santengi bilasanmi? Santengi bolalar nima qilyapti, ko'ryapsanmi? Santengi. Hammani menga tenglashtirib, sen tengi. Jonimga ham tegib ketdi. Boring. O santengi bolalarni qaras qilmaydi. Dada. O dada. Ha. Abdurassalom aka bor-ku. Ha. Isteng, ha? Shu o'tib qopti. Ha, joy jannatdan bo'lsin. Onayni nima demoqchi bo'lyapsan? Bugun nechta avtobus kelgan? 20 ta. Sen mashina kelar ekansan-ku, o'tgan safar 95 millionga tushirib ketding. Bu safar zalogga o'zing qolasan. Nimaga men senlar ish qilganman? Satidotni nima muammo? O'tgan safar aldab ketgan bu. Misol gitlardan 20 ta avtobus o'tganmiz. Puldan muammo yo'q. So'ngsiz yetadi o'zi. Yetadi. Ha, boring avtobuslarni kutib oling unda tezroq. $100 milliondan ziyod bo'ldi. Bu safar Husanni aniq qulog'idan osaman. Qarab tur pastkash. Husan aka 100 milliondan ziyod bo'ldi. Xudo. Ma, o'zing chiqib qaytib kerakmas. Voy chipirg'i. Sizga bitta iltimosim bor edi. Meni bir kunga yetim bo'lib bering, dadam bilan uchrashishingiz kerak. Meni kim deb o'ylayapsiz? Nima deyapsiz? Men prosto yigit emasman, men podarka emas. Mana shu mashina sizga beraman. Men qizingizni rostdan yaxshi ko'raman. Biz anchadan beri sevishamiz. Biz pul uchun emas, mol davlat uchun emas, dadajon.
Men sizga ishonamanchi yo'q. Men sizni necha yil kutdim. Men shu xursandchilik bilan kompaniyam sizga barisini o'tkazib beraman. Sizga gapim bor. Dadajon, hozir biz kelamiz. Bo'pti, dadajon, rahmat. Siz nima deganingiz bu? Kompaniya meniki, menga buyurtma qolish kerak dadamni. Endi ikkalamizni oramiz ochiq. Mana mashinang. Men kompaniya rahbariman. Meni tinch qo'y. Bu kompaniyaning egasi kim? Bu kompaniya 3 yildan beri noqonuniy savdo bilan shug'ullangani uchun siz hibsga olinasiz. Axir men bu kompaniyaga kecha rahbar bo'lganman. Voy ota bolalar meni tushiribdi-da. Sizga bitta iltimosim bor edi. Meni bir kunga yetim bo'lib bering, dadam bilan uchrashingiz kerak. Meni kim deb o'ylayapsiz? Nima deyapsiz? Men prosto yigit emasman, men podarka emas. Mana shu mashinani sizga beraman. Men qizingizni rostdan yaxshi ko'raman. Biz anchadan beri sevishamiz. Biz pul uchun emas, mol davlat uchun emas, dadajon. Men sizga ishonamanchi yo'q. Men sizni necha yil kutdim. Men shu xursandchilik bilan kompaniyam sizga barisini o'tkazib beraman. Sizga gapim bor. Dadajon, hozir biz kelamiz. Bo'pti, dadajon, rahmat. Siz nima deganingiz bu? Kompaniya meniki, menga buyurtma qolish kerak dadamni. Endi ikkalamizni oramiz ochiq. Mana mashinang. Men kompaniya rahbariman. Meni tinch qo'y. Inomjon, bizga bitta turk choy berib yubor. Xo'p bo'ladi aka. To'xta. Obor. Mana aka choyingiz. Bardak choy keldi-ku mana. Sen qayerda sen? Ha, qısan. Endi ko'rasan. Ko'ramiz. Aloy. To'xtama, sen bir qilma. Endi ko'rasan. Rahmat. Rahmat. Ye. Oqson aka, sizni qara quroli deb eshitdim. Ekra nechi? 30. To'g'ri topdingiz. Qarang, Bosma baliqqa bugun 6 ta avtobus keldi. Bosma choyxonasiga 14 ta avtobus keldi. Shunda nechta bo'ladi? 60 tada. Zo'r, rostdan zo'r ketyapsiz. Qarang, Bosma choyxonasidagi odamlar sanab chiqsangiz, nechtaligini sanab chiqsangiz $100 beraman. Bo'ldi. Davay, tez sanab chiqing. Oqson aka, nechta bo'ldi shunda? Nima bo'ldi? Kallam achib ketib, boshimga ipodrom bozori bo'lyapti. Buni avtobuslar, qarang, rostdan odam ko'p ekanda. Aka, men O'zbekiston burgutiman. Toshkent arzizakka qarab keldim, aka. Yo'q, qanaqasiga? O'cha muzikalar, короче. Bunaqa burgut bizda ham bor. Mana. Ko'ryapsanmi? Butun Bosim boboga bu halol go'shtlarini tarqatadi. Mana Bosim bobo qassobxonasi. Bu haqiqiy burgut. Go'sht tushmaydi yelkasiga.